Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'quv qo'llanmamizni 67-betidan davom etamiz. Iqro vaktub. O'qing va yozing. Haula'i ikhwati va haula'i akhawati. Bular mening akalarim yoki ukalarim, bular meni opalarim yoki singillarim. Man haula'il fatayatu. Bu qizlar kim? Haula'i banatul mudarrisati. Bular mudarrisa o'qituvchi ayolning qizlari. Haula'il fatayatu zamilati. Bu qizlar mening dugonalarim, o'rtoqlarim yoki kursdoshlarim. Abuhunna tabibun va ummuhunna mudarrisatun. Ularning otalari shifokor va ularning onalari o'qituvchi ayol. Ayna tolibatul jududu zahabna ilal maktabati. Yangi talaba qizlar qayerda? Kutubxonaga ketishdi. Ayna banatuka ya ammati. Qizlaringiz qayerda ey amma? Hunna fil matbaxi. Ular shifoxonada. Ahaula'il mumarridatu mushtahidatun. Naam. Bu hamshira qizlar, hamshira ayollar faol tirishqoqmi? Naam, ha shunday. Haula'i tabibatun. Bular shifokor ayollar. Azvajuhunna mudarrisuna. Ularning erlari o'qituvchilar. Man hadhihil mar'atu. Bu ayol kim? Hiya zawjatu tabibil jadidi. U yangi shifokorning xotini. Banatuka fil madrasati thanawiyyati ya Usamatu. Sening qizlaring yuqori sinflarda, maktabda yuqori sinflardami ey Usoma? Ya'ni sanaviyya, as-sanaviyya degani demak 10, 11, 12. Mana shu 3 ta sinfda o'z ichiga oladi. Ba'duhunna fil madrasati sanawiyyati va ba'duhunna fil madrasati mutawassitati. Ularning ba'zilari o'sha yuqori sinflarda, ya'ni o'sha 10, 11, 12 sinflarda va ba'zilari mutawassita, ya'ni 7, 8, 9 sinflar. Mana shu sinflarda. Alaka banatun ya Layla. Sening qizlaring bormi ey Layla? Naam li banatun kibarun. Ha, ya'ni katta qizlarim bor. Va hunna talibatun bil jami'ati. Ular universitet talabalari. Man haula'in nisa'ut tiwalu. Bu uzun bo'yli ayollar kim? Hunna tabibatun min Amerika. Ular amerikalik shifokor ayollar. At-tabibatu kharajna min al-mustashfa. Shifokor ayollar shifoxonadan chiqishdi. Demak, mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab o'qib o'zlashtirib olamiz.